Sizlarga qiziq bo'ladigan kontent Malayziyada original formula qancha? Hozir biz ko'rib chiqdik. Mana bu arzon variantlari, mana ustuni o'zi, kassasini ko'rishingiz mumkin. Narxi $100 ga yaqin, $80 ham. Ammo bunaqa original forma narxi $100 dan qimmat, $120 ustuni o'zi. Qusani formasi xuddi shunaqa $120. Narxlari shunaqa ketyapti bularni ham. Puma ham bir xil ekan. Endi bu baribir narx aytasiz bir xil qo'yadi formalarni, narxini. Mana ko'rib turgan formalar mana mana shular $120 ustuni o'zi. Nimaga bu chiroyli qiziq bo'lsa kerak, narxlari qanaqa ekan? Kelinglar tanishamiz. Predator'ning eng oxirgi modeli, mana rasvetkasi ham eng oxirgisi, narxi $283 mana shu. Yangi chiqqani mana deydi. Evelina narxi mana bunisi $253 ekan, mana bunisi. Endi ko'pa, mana bu ko'pa. Mana buni qarang, oq rangi. Narxi $250 ga yaqin. Bu mana narxini ko'rib chiqamiz. Tanib keladigan buttisi $250 ga yaqin ekan. Lekin mana bu ultra arzon ekan. Ultra narxi $100 ga bormayapti buni narxi. Mana mana shu burchagiga 5 ga tinglaydi. Mana xuddi o'sha mana qara, print sohasi. Mana yengili mana qarang. Bizda qilamizmi, nima deysizlar? Ko'rsatib bilan bo'yab beradi. Ranglarni ko'rasizlar, o'zingizlarga yoqqan ranglar. Custom deydi. Custom berishyapti. Mana iplari olaganlar. Bitta custom bor ekan. Yaxshi ide, buni olsa bo'ladi. Bizda yuradimi, nima deysizlar? Yoz qoldiringlar.